Qizlar, obzor davom ettiramiz. Bir nechta make-up mahsulotlari kelgan qizlar. Juda ko'pini sotuvchi qizlarim olib ketib qoldi. Hozir borlarni obzor qilib beraman. Qaranglar. Germaniya texnologiyasi bo'yicha Gonkongda ishlab chiqarilgan Vedora brendiga tegishli bo'lgan primer qizlar. Juda ham teksturasi zo'r. Bundan avval o'zim ishlatganman. 18 soatgacha yuzingizdagi namlikni ushlab turadi deyilgan. Haqiqatan shunaqa. O'zimdoq yuzingizga surtganingizda shunaqa yengil yotadi yuzingizga. Teksturasi zo'r, besvetniy, nimasi yo'q, rangi yo'q qizlar. O'zim ishlatganligim uchun qo'rqmay tavsiya qilyapman. Rosa ham zo'r. Kачествоsi puliga yarasha qizlar. Rosa ham yaxshi narsa. Bundan keyin primer, baza, ya'ni tonalka bilan ishlatganim. Undan keyin frantsuzskiy L'Oreal brendiga tegishli bo'lgan Hyaluron Kali quruq yuzlarga tushadigan tonalka kelgan qizlar. Buni ikki xil sveti bor. Bu yerda neutral bor, ya'ni oppoq qizlarga tushadigani bor, и warm bor, ya'ni bug'doy rang qizlarga tushadigani bor. Ikki xil svetkasi kelgan. Prarans qalamlar kelgan, koreyskiy. Bundan juda ko'p sotaman. Klientkalarim bilishadi, rosa ham zo'r. Yog'lilik miqdori ham juda ham yuzingizga, ko'zingizga, qoshingizga qo'yganingizda juda yog'li bo'lib ketmaydi. Turib berishi zo'r. Blesklar kelgan qizlar. Bular 3-4 xil rangidan olganman. Mana bunaqa bordoviga o'xshash rangi bor, bunaqa pich shaftoliga o'xshagan rangi bor qizlarga, mana bunaqa pushti rangi ham bor qizlar. Buni rasvetkalari bilan kanalga qo'yib qo'yaman. Bemalol rangini tanlab olishingiz mumkin. Romand koreyskiy rumyana kelgan qizlar, rumyana so'raganlar uchun nude rangidan zakaz qilganman. Sababi hammaga tushaveradi bu qizlar, oq, bug'doy rang deb o'tirmaymiz. Nude rang hammaga tushaveradi. Mana korobkasi bundan ikkita kelgan qizlar. Koreyskiy bilasizlar, kачествоsi rosa zo'r bo'ladi. Make-up kosmetikalarni ham zakaz qilib bemalol olishingiz mumkin. Revolution'dan highlighter zakaz qilganman qizlar. Bu highlighter perlamotor. Perlamotor deganda bu misol highlighterlar har xil rangda bo'ladi-ku. Ochiq rangda bo'ladi, nude bo'lishi mumkin, pushti bo'lishi mumkin. Bunaqa emas, hamma rangni o'ziga jamlab olgan. Har qanday yuz turiga tushib ketaveradi. Qaysi rang deb xohlasangiz o'sha rangni chiqarib bera oladi. Perlamotor o'zimdoq ochganda o'zini ko'rganingizda real holatda yaltirashlari shunaqa. Har xil rangni beraveradi yaltirash. Bundan bir dona zakaz qilganman xolos, bu probaga. Уже klientkalar ko'rishadi, qanaqa chiqadi. Revolution narsalar oldin zo'r chiqqan. Haqiqatan juda ko'p ishlatganman Revolution'ni, lekin sotmaganman. Endi Ten Marvel brendiga rossiyskiy tenlar kelgan qizlar. Juda ham hadovoy ranglari ko'p. Mana ichida ham matoviy ranglar bor, ham glitterligi bor. Bemalol ikkalasini kombi qilib ishlatsangiz bo'laveradi. Juda ham необычный, hozirgi trendda bo'lgan ranglardan qizlar. Kачествоsi ham juda ham yaxshi. Bunaqa o'zlarini ko'rinishlari ham, stilni, mana korobkalari ham birga bir qilib ishlangan mana. Ko'ryapsizmi? Ikkalasi bir xil qilib ishlangan idishi bilan. Bundan ham 2 dona kelgan xolos qizlar, make-up narsalar. Oz qolgan. Borini obzor qilib berdim. Navbatdagi zakazlar endi atirlar.